Tan oldimi? Tan oldiraman. Alo. Alo, aka. Men yetib keldim. Hozir yetib boraman. Yaxshi yetgandim, senga aytgan odammi shu? Aytgan ishingni Begzoddan boshqasi hal qila olmaydi. To'lovni qachon qilish kerak? Kichkina pul emas u. Hozir qilib yuboravering. Ishingiz bitadi. Kodi 4 dan ol, aka. Ertaga aloqaga chiqaverasiz. Voy! Nima o'chu bu? Alo. Aka, kechani tanishtirgan odamingizni telefoni umuman o'chu. Menga qarang, o'rtada turuvdingiz-ku, shuncha pulga kim atvet qiladi? Men u odamni sen uchun topdim. Pulni o'z qo'ling bilan berdim. Kelishib ollaring. Bro, it's not my order. This is from Mr. Dito. Ha? Pulingni uxlatib ketishdimi? Ustimdan kulgani keldingmi? Tog' bilan uchrashmasa ham, odam bilan uchrashadi, Behruz shuni unutmagan. Behruz o'rtoq, men bu biznesga bor pulimni tikkanman-ku. Menga qara. Odamlarga sani moling emas, meni molim to'g'ri kelayotgan bo'lsa, men nima qilay? Bu biznes chidaganga chiqargan. O'rtoq, sen meni tushunmayapsan. Bo'ldi. Nima xohlossan mendan? Odamlarga borib sani molingni maqtab keta olmayman-ku. Boshimni og'ritma, vaqtimni olmagin meni. Sen qanaqa bo'lishingdan qat'iy nazar, menga birovning haqqi kerak emas. Odamdan faqat yaxshilik qoladi. Yoqimli ishtaha.